bellarim, dumg'azalarim, pashtimda og'ir narsa turibdi-da. Giperstimulyatsiyani oqibati. Ko'ring ekranda nimalar bo'lib ketganini. Nima bo'lgan? Tuxumdonlaringizni shishib, kattalashib, ichidagi kistalaringiz matkadan 2-3 barobar kattalashib ketishibdi. Buni qarang, olmish o'ng tarafingizniki. Nima bo'ladi? Buni oxirlab qo'rqitmang. Ana ikkinchisi bu. O'tgan safar yorilmasdan kistaga aylangan edi o'zi. Bular yana tanshi o'sishda davom etishibdi-da. Dorilar degani Doridan o'sadi, boshqa nimadan o'sadi? Endi bu ikkinchi tuxumdoningiz, qarang, chap tuxumdoningiz. o'shada o'lyapti-da. Mana chap tuxumdoningiz. Bundagi Gazdan bo'lmayapti bu. Tuxumdoningiz shishib ketgan. Mana bittasi. Mana ikkinchisi. Ikkinchi folliculingiz 56. Qo'rqinchli tarafi nima?